Assalomu alaykum qadrli bizning obunachilarimiz. Xo'p, biz yana bugun davom etamiz. Primaz Academy kanalida 2025-yil 27-dekabrda tushgan milliy sertifikat savollarini, qiziqarli milliy sertifikat savollarini tahlil qilishda davom etamiz. Bugungi savolimiz bizda o'sha x plus y teng p taqsim 3 va sin x ko'paygan sin y teng 1 taqsim 4. Bu tenglamamiz minus 2p orasida nechta ildizga ega deyilyapti. Buning uchun biz birinchi o'rindan x ni y orqali ifodalasak, p taqsim 3 minus y qilib. Ikkinchi o'ringa x o'rniga p taqsim 3 minus y qo'yamiz. Ya'ni sinus p taqsim 3 minus y ko'paygan sinus y teng 1 taqsim 4 deb yozib olsak. Birinchi davlat sinus p taqsim 3 minus y ni ochib olamiz. Hosil bo'ladi sinus p taqsim 3 cosinus y minus cosinus p taqsim 3 sinus y. Bu ifodani ko'paytiramiz sinus y ga va ravno 1 taqsim 4. Bundan sinus p taqsim 3 bizda izoh 3 taqsim 2 ligini, cosinus p taqsim 3 1 taqsim 2 ligini bilamiz va bitta sinus y ga ko'paytirib chiqaramiz. Izoh 3 taqsim 2 cosinus y ko'paygan sinus y minus 1 taqsim 2 sinus kvadrat y teng 1 taqsim 4. Va bu ifodani umumiy qilib keltirib olsak bo'ladi. Bu yerda 4 ekan, buni 2 ga ham 2 ko'paytirib olamiz. Yozamiz 2 izoh 3 sinus y cosinus y minus 2 sinus kvadrat y teng. Xo'p, 1 degan ifoda kelar ekan. 1 ni ham bu tomonga o'tkazib olsak, sinus y cosinus y minus 2 sinus kvadrat y minus 1 teng 0. Xo'p, buni ifodalashtirishda biz cosinus kvadrat x ga, cosinus kvadrat y ga bo'lib ishlaganimiz ma'qulroq, yaxshiroq chiqadi. Cosinus kvadrat y ga bo'lsak, birini sinus yozsak, minus 2 tangens kvadrat y, ya'ni sinus kvadrat y ni cosinus kvadrat y ga bo'lyapmiz. Keyin 2 izoh 3 sinus y cosinus y kvadrat y ga bo'lsak, 2 izoh 3 tangens y va minus 1 taqsim cosinus kvadrat y ni 1 plus tangens kvadrat y deb yozsak bo'ladi. Ravno. Xo'p, bu yerda minus bitta, bu yerda minus 2 minus 3 tangens kvadrat y plus 2 izoh 3 tangens y minus 1 teng 0. Xo'p, minus 1 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, chiqadi bundan 3 ta tangens kvadrat y minus 2 izoh 3 tangens y plus 1 teng 0. Xo'p, bu ifodamiz bizga izoh 3 tangens y minus 1 ning kvadratini beryapti. Xo'p, qanaqa sonning kvadrati 0 ga teng? Bu faqat 0 bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bizda 0 ning kvadrati faqat 0 bo'lishi mumkin. Shunda izoh 3 tangens y teng minus 1 teng 0. Bundan tangens y imiz 1 taqsim izoh 3. Bizning savolda ifodamiz, xo'p, minus 2p va 2p orasida nechta ildizga ega deyapti. Xo'p, tangens grafikini chizishga harakat qilamiz. Ya'ni tangensimiz minus 2p dan 2p gacha necha marta izoh 3 degan qiymatni qabul qiladi. Xo'p, bu yerda bizda p taqsim 2, 3p taqsim 2 va 5p taqsim 2. Bu yerda bizda minus p taqsim 2, minus 3p taqsim 2 va minus 5p taqsim 2. Biz bilamizki tangens o'suvchi funksiya va uning davri p ga teng. Chizib oldik. Endi buni o'suvchi funksiyadan chizamiz tangens grafikini. Bizda p da 0 bo'ladi qiymati. Xo'p, 2p da ham qiymati 0 bo'ladi. Minus p da ham qiymati 0 bo'ladi. Minus 2p da ham qiymati 0 bo'ladi. Xo'p, tangens minus 2p u 2p orasida mana bu oraladi. Mana bu oraladi. Xo'p, necha marta 1 taqsim izoh 3 degan qiymat qabul qiladi. 1 taqsim izoh 3 belgilab oladigan bo'lsak, 1 taqsim izoh 3. Shuni belgidan chizib qo'yamiz. Xo'p, necha marta qabul qilar ekan? Bu bitta, ikkita, 3ta, 4ta. Ya'ni tangens x'imiz, tangens y'imiz. Xo'p, 1 taqsim o'sha minus 2p va 2p orasida 1 taqsim izoh 3 degan qiymatni 4 nuqtada qabul qilar ekan. Mana bu qiymatlarni qabul qilish kerak. Bizga qiymatlar so'ralmagan, prosta nechta deyilgan. Xo'p, mana bu yerda y o'rniga shu sonlarni olib borib qo'ysak, ikkita qo'yib qo'yaveramiz, u qiyin emas. Значит, biz javobimiz 4 ta yechimiga deb qo'ysak bo'lar ekan. Chunki agar bizda y'imiz 4 ta yechim qabul qilsa, x'imiz ham 4 ta yechim qabul qilaveradi. Hammasi ayon.
Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Primas Academy ustozi Akbarjon Cho'lliyev bo'ldilar.